Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, chorva qoramol ishqibozlari va halol baraka obunachilari. Kanalimiz mehmonlari. Bugun 2-noyabr hafta kuniga yakshanba 2025-yil biz Toshkent shahri Uchtepa tumanidamiz. Shu yerda 5 bosh buqachamiz bor. Shuni video obzorini qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha. Videomizni qadrlagan holda bitta like bilan podpiska bosib qo'yasizlar hurmatli obunachilar. Podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'yamiz. Shvedga gibrid deysizlarmi? Toza semental deysizlarmi? Mana cho'rni pyostrga gibrid deysizlarmi? Hammasidan bor hurmatli obunachilar. Xo'p, bularning yoshiga keladigan bo'lsa, yoshi 3,5 oylikdan 6 oylikgacha hurmatli obunachilar. Mana shu ikkita shvedga gibridimizni 3,5 oylik hurmatli obunachilar. Mana Hasan Husan deydi, mana ko'rganlar, mana turuvini qaranglar, mana bir-biriga yoshi janovar oldi qismlar. Canavarlar, çö canavar, çö. Cho'zuvligiga e'tibor beringlar mollarni. Bir-biridan o'tadi mollar. Edi eshitsa, o'sha hammasi ovqatga kirib bo'lgan bularni. Endi misol uchun sutga imkon bo'lsa, sut bersanglar, dalishi o'zinglar uchun zo'r bo'ladi. Sutdan chiqarib o'rganmiz bularni. Xo'p, mana bunimizga keladigan bo'lsa, bunimizni 5 oylikka qarab ketyapti. 4,5 oylik semental hurmatli obunachilar, original sementalli. Orqalarini ko'ringlar, mana korobkalarni. Cho janovar, qochib tur. Mana orqada. Janovar. Cho'zuvligiga, bichimlariga, hamma narsasiga e'tibor beringlar. Nihoyatda udarmonlar. Ha, ma'munimizda ikkita gibrid, cho'rni pyostr bilan seleksiya qilingan. Bunisi 6 oylik, bunisi 5 oylik hurmatli obunachilar. Mana 5 oyligimiz. Ustilarni ko'rasizlarmi? Oyoqlarni qalinligiga e'tibor beringlar. Bular Galshten bilan seleksiya qilinmagan, bular cho'rni pyostr bilan seleksiya qilingan. Mana qalinliklari oyoq. Janovar. Mana bunimiz 6 oylik. Bunisi 6 oylik hurmatli obunachilar. Korobkalarni ko'rasizlarmi? Unaqa maqtovni keltirish shart emas, o'zi mollar ko'rinib turibdi qanaqaligi. Bunisi hammasi udar, xudo xolasa. Xolaylar, unisini xolaylar, bunisini. Xo'p, bularning narx-navoga keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, mana shu 5 talasi bir joyda bo'lsa, 22,5 million so'mdan dastavkachida 12 ta viloyatga oxirgi stalboga eshigingizni tegicha olib beramiz. 22,5 million so'mdan. Hammasi bir joyda bo'lsa. Donalab ham soturamiz, donalab o'ziga qarab, hozir donalab ham narxini aytib o'tamiz bittalab. Hop, donalabga mana shu kattamizdan boshlaymiz. Mana shu 6 oylik gibrid sement ayachamizga 27 million so'm pul so'raymiz. Bunga hurmatli obunachilar 27 million so'm. Xo'p, mana 5 oyligiga 24 million so'm pul so'ralyapti. 24 million so'm. Sement alchamizda 26 million so'm donalabga. Bunisiga 26 million so'm. Oyoqlarni ko'rasizlarmi? Yo'g'onligini, janovar. Mollarimiz bugun arqonga tushdi. Shunga sal tortilib turibdi. Xo'p, mana ikkita Hasan Husanimizga 21,5 million so'mdan pul so'ralyapti. Cho janovar, cho. 21,5 million so'mdan bo'lsa, botmon baraka donalabga ham mana shu aytilayotgan summada dastavka ichida. 5 talasi bir joyda bo'lsa, 22,5 million so'mdan dastavkasi ichida. 12 ta viloyatga. Bu yog'i Andijon O'sh chegarasigacha, bu yog'i Qoraqalpoqqacha. Muammo yo'q.
Dastlabkidan muammo yo'q. Hammani e'tiboriga rahmat. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar.